Hurmatli o'rtoqlar, hozir bizga YouTube bo'yicha qanday pul ishlash bo'yicha aloqaga chiqishyapti. Ko'p odamlar aloqaga chiqyapti. Hurmatli do'stlar, men har bir kishiga o'rgata olmayman bittadan, chunki vaqti yetmaydi. Birinchi o'rinda erinmang, kibrlanmang, siqilmang. Nimaga men bunga obuna bo'laman deb siqilmangda kirib, mana shu Instagram sahifamga, keyin esa TikTok sahifamga obuna bo'ling. Men sizdan pul so'ramayapman. Men sizga pul bering, 400 ming, 500 ming, 100 dollar, 200 dollar pul bering, keyin o'rgataman demayapman. Men shunchaki sizdan obuna bo'lishni so'rayapman. Instagramimga birinchi o'rinda, keyin TikTokimga. Men aynan birinchi darslikni hech qanaqa oldi qo'shdi yo'q. Bor haqiqat ochiq oydinchasiga birinchi bo'lib Instagram sahifamga qo'yaman, keyin esa TikTokka. Shuning uchun kirib obuna bo'ling va kuting. Nasib qilsa bir haftada birinchi darsligimiz tayyor bo'ladi. Mana ko'p blogerlar YouTube'da pul ishlashni qanday o'rgatadi? Olmani shunchaki kesasiz va ikkiga bo'linadi, to'g'rimi? Ular unday demaydi. Birinchi so'z pichoq topishingiz kerak, u pichoq o'tkir bo'lishi kerak, u pichoqning rangi qora bo'lishi kerak yo ko'k bo'lishi kerak deb ana shunaqa qilib oldi qochdi, olib boradi, olib keladi, mana shunaqa gaplar qilishadi. Men sizlarga shunday o'rgataman. Siz shunchaki pichoqni olasiz va borib olmani o'rtasidan kesasiz. Bo'ldi. Mana shunaqa sodda tilda o'rgataman, o'rtoqlar. Sizlar buning uchun eng asosiysi men tekshiradigan narsa Instagram sahifamga va TikTok sahifamga kirib obuna bo'lishingiz kerak. Assalomu alaykum o'rtoqlar, kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan Abduhalim Bro. O'rtoqlar, voqea haqida yana ozgina ma'lumot berib ketaman. Istanbulda bo'lgan holat qotillik. Ikki erkak bir ayolni o'ldirib, boshini tanasidan judo qilib, tanasini boshqa konteynerga, boshini esa boshqa konteynerga tashlab ketishgan. Va u erkaklar Turkiyadan qochayotganda aeroportda qo'lga olingan. Ushbu ayolning oxirgi videosi e'lon qilindi. Marhamat, birgalikda ko'ramiz. Fotih tumanidagi ish joyida yozib olingan tasvirlar. O'zbek ayol aynan shu ish joyida ishlagan. Ishdan chiqayotgan paytidagi holat xavfsizlik kamerasiga tushib qolgan. Aziz tomoshabinlar, bu o'zbek ayoliga tegishli so'nggi kadrlar. Siz hozir uning o'ldirilishidan oldin ish joyidan chiqib ketayotgan onani ko'ryapsiz. Hurmatli o'rtoqlar, hozir biz siz bilan jinoyat sodir etilgan uyni ko'ramiz. Biz aynan hozir jinoyat sodir etilgan, vahshiy qotillik sodir etilgan uyni ichini ko'ryapmiz. Ma'lumotlarga ko'ra 37 yoshlik O'zbekistonlik fuqarosi bo'lgan ayol aynan shu yerda ayanchli tarzda o'ldirilgan. Aynan mana shu uyda janjal kelib chiqqan va ayol mana shu uyda o'ldirilgani aytilmoqda. Ayolni aynan mana shu uyda bo'laklarga bo'lib, chemadanga solib, olib chiqishgan deyiladi xabarlarda. Janjal tugagach, jinoyatchilar aynan mana shu uydan chiqishgan. Ular jasadni chemadanga solishgan, boshni esa sumkaga solishgan. Dahshatli vahshiylik, qotillik. Bu dahshatli fojia butun Turkiyani larzaga soldi. Butun Istanbulni larzaga soldi. Ular xuddi hech narsa bo'lmaganday jasadni mashinaga ortishardi. Ushbu videoda ular birinchi boshni, keyin esa jasadni tashlab ketishgan. Albatta bu video tasvirlarga tushib qolgan. E'tibor berib qarang, ular birinchi bo'lib sumkadagi boshni konteyner ichiga tashlashdi. Navbat esa chemadanga. Chemodandan qutulgandan so'ng ular xuddi hech narsa bo'lmaganday yo'llarini davom etishdi.
Albatta jinoyatchilar qochishga harakat qilgan paytlarida aeroportda qo'lga olindi. Hozirda esa tergov ishlari olib borilmoqda. Istanbulda vahshiylarcha o'ldirilgan Durdona Hakimovani voqeasini hamma eshitdi. Bu holat Turkiyadagi ayollarni miting qilishgacha olib keldi. Albatta ushbu insonni Alloh gunohlarini kechirsin va yaqinlariga sabr tilaymiz. Lekin meni qoyil qolgan tarafim, prosta o'zim ochilib qolgan tarafi, izohlardagi fikrlarni ko'rib hayratda qoldim. Odamlar shunaqa yozyapti, u fohisha edi, bitta fohisha kamaydi, to'g'ri qilibdi, o'ldirib. Hamma aybni o'sha vafot etgan ayolga olib borib yelkasiga qo'yishyapti. Lekin o'sha aynan kommentariya yozganlar, o'sha izohlarni yozganlar to'g'ri qilibdi, bunday qilibdi, bitta fohisha kamaydi deb yozganlar. U yerda nima voqea bo'lgan? U ayol qanaqa ayol? Boshi alohida, tanasi alohida, boshqa joyga tashalgan. Bilishmaydi. Shunchaki yozishyapti, fohisha o'ldirib to'g'ri qilibdi. Bu dahshatli qotillik-ku o'rtoqlar. Bu dahshatli qotillik-ku. 3 ta guvoh bo'lish kerak. 3 ta guvohingiz bormi? Ko'zingiz bilan ko'rdingizmi? Endi voqeaga ikkinchi tarafdan qaraymiz. Ikkinchi tarafdan qarasak, ko'p xabarlarda xiyonat qilgan deyilyapti, ya'ni o'ldirgan odamga xiyonat qilgan degan xabarlar tarqalyapti. Va albatta men bunga ham ishonmayman, chunki meni guvohim yo'q, men ko'zim bilan ko'rmadim, eshitmadim, ular bilan gaplashib ko'rmadim. Kommentariyada uni fohisha desak, xo'p, fohisha xiyonatda ayblanadimi? Agar fohisha bo'lsa, uni xiyonatkor deb bo'ladimi, o'rtoqlar? Shaxsan men o'sha ayolni fohisha deya olmayman, chunki ko'zim bilan ko'rganim yo'q. U ayolni men birovda tagidan ushlab olganim yo'q. Men o'zimdan o'zim kirib kommentariyasiga fohisha edi, to'g'ri qilibdi, unaqa narsalar yoza olmayman, chunki men ko'rmadim, o'rtoqlar. Sal o'ylab ko'rib kommentariya yozinglar. Yana shunaqa xabarlarda aytilyapti, o'sha erkak u ayolni xiyonatda ayblayapti. Birinchidan, ayol sizga xiyonat qilishi uchun siz bilan ayolning o'rtangizda nikoh bo'lishi kerak. Xabarlarda aytilishicha, ularda nikoh ham bo'lmagan. Birinchidan, xiyonat qachon bo'ladi? Erkak kishi ayolga uylangan bo'lishi kerak, nafaqasini berishi kerak, hamma narsasini ta'minlab qo'yish kerak. Xullas, sharoitini qilib berish kerak. Keyin u tarafdan sadoqat talab qilsa bo'ladi, qaysidir ma'noda. Va shunaqa narsa bo'layapti, ularda nikoh bo'lmagan deyishyapti xabarlarda. Shunchaki sevishganlar, ya'ni foydalanish. Hurmatli do'stlar, sizning guvohingiz bormi? Ishonchingiz komilmi? Ko'zingiz bilan ko'rdingizmi, o'rtoqlar? Bu dahshatli vahshiylik. Mana shu kommentariyalarda yozayotganlar, o'ldirish kerak, to'g'ri qilibdi. Mana shu kommentariyalarda yozgan odamlar, siz u yerda bo'lmagansiz. Siz nima bo'lganini bilmaysiz. Siz u ayolni qanaqaligini bilmaysiz. Bu erkakning maqsadi nima bo'lganini bilmaysiz. Xullas, siz ushbu voqea haqida, bu ayol haqida, u erkak haqida hech narsa bilmaysiz. Hurmatli o'rtoqlar, kommentariyaga chiroyli axloq bilan yozing. Bunaqa holatlarga nisbatan hamma joyda qonun bor, qoida bor. Qaysidir ma'noda ayollar ham o'zini shunchaki berib qo'yapti, aldanib qolyapti, qulog'i bilan sevib, aldanib qolyapti. Hurmatli ayollar, o'zingizni shunchaki berib qo'ymang. Bunaqa ishlar, jinsiy aloqalar nikohdan keyin bo'lishi kerak. O'sha inson siz bilan turmush qurgandan keyin bo'lishi kerak. Aksariyat hollarda mana shu jinsiy aloqagacha boriladi-da, nikoh bo'lmaydi, to'y bo'lmaydi. O'rtoqlar, hurmatli ayollar, o'zingizni shunchaki osongina berib qo'ymang. Ishonib qolmang, yolg'onlarga ishonib qolmang. Mana shu narsalarni o'ylab ko'ring. Gapirsa gaplarimiz juda ham ko'p, lekin vaqtimiz oz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.